بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz din qardoshlarimiz, sizlarni barchangizni kirib kelayotgan Eid-i Fitr Ramazon bayrami bilan chin qalbdan muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni hammamiz uchun barakotli, xayrotli qilsin, ko'p yaxshiliklarga sababchi bo'lishini nasib etsin. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolarimiz, shukrlarimiz bo'lsinkim, bu yilgi Ramazon juda ham serfayz, serbaraka bo'ldi. Buni vatanimiz musulmonlari barchalari, yoshu qari, erkagu ayol hamma his etdi, shohidi bo'ldi, ishtirokchisi bo'ldi. Yaxshi niyat bilan Alloh subhanahu va taolo farz qilgan ro'za ibodatini ado etish asnosida mo'min musulmon bandalar barchalari o'zlarining chin dildan bandaliklarini ado etish, his etish, Robbilariga sidq dildan ibodat qilish baxtiga muyassar bo'ldilar. Ramazonni barakotidan insonlarni qalbi quvonchga to'ldi. Bir-birlari bilan bo'ladigan muomalalari mehrli, oqibatli bo'ldi. Barcha mo'min musulmonlar ko'ngildan chiqarib, huzur halovat ila ibodat qildilar, ro'za tutdilar, kechalari bedor bo'ldilar. Mo'min musulmon bandalar niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha o'zlarini yemoqdan, ichmoqdan, shahvatdan tiyar ekanlar. Buyuk bir baxtga sazovor bo'ldilar. Ulamolarimiz ta'kidlaganlaridek, yemasliklari, ichmasliklari, shahvatga moyil bo'lmasliklari ila farishtalarning sifatlaridan 3 sifatni o'zlarida mujassam qildilar. Niyat bilan ro'za tutib yurgan barcha mo'min va mo'minalar ana o'sha ro'zalari sharofatidan 30 kun davomi kunduzlari farishtani sifatlari bilan sifatlanib yurishlari buyuk baxtdir, saodatdir. Qolgan 11 oyga yetadigan bir zodi rohiladir. Mo'min musulmon bandalar, erkaklar, ayollar ro'za tutar ekanlar. Sidqi dildan, fidokorlik bilan, qahramonlik ko'rsatib, yozning o'ta issiq kunlarida och nahor yurishlari, chanqab tashna bo'lishlari va ro'zani boshqa xislatlari bularni shonga burkadi, sharafga burkadi. Ana o'zining o'sha ro'zalari bilan ulamolarimiz ta'kidlaganlaridek shaytoni la'inga qahr ko'rsatdilar. Mo'min musulmonlarni ro'za tutaroq ko'rsatgan jasoratlari, fidokorliklari, Alloh taologa bo'lgan sadoqatlari, ixloslari, savob umidida qilayotgan buyuk ibodatlari shaytoni la'inga qahr bo'ldi. Uni jizg'ana qildi, uni afsusu nadomatlarga burkadi. Ana shu tarzda qilingan ibodatlar albatta va albatta ham bu dunyoning, ham oxiratning baxtiga, saodatiga eltuvchi omillar hisoblanadi. Kechalari, kunduzlari qilingan ibodatlarni hammasi fayzlidir, barakalidir. Bu dunyo va oxiratning baxtiga, saodatiga eltuvchidir. Ro'zador insonlar niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha ro'za tutib,
o'zlarini taomdan, sharobdan, shahvatdan tiyib yurganliklari buyuk bir ibodatni ado etish bilan birga oxiratni, baxtini, saodatini, kafolatini ham beradi. Chunki ularning tutgan ro'zalari qiyomat qoyim bo'lganda, barcha xaloyiq arosatda qolganda, har kim o'zidan boshqani o'ylamasdan nihoyatda qattiq bir tahlikali holda qolganda, tutgan ro'zalari kelib, ularga shafoat beradi. Allohning huzurida guvohlik berib aytadi: Robbim, bu bandang mani tutgan edi, ibodat qilgan edi. Mani tutaman deb och qolgan edi, chanqagan edi. Men guvohlik beraman, shafoatchilik qilaman. Sen bu bandani afu qilgin, jannatga kiritgin, deydi. Va Alloh taolo o'sha ro'za ibodatini uni tutuvchi mo'min musulmonga shafoatchiligini qabul qilib, jannatga kiritishga amr qiladi. Va tutgan ro'zasi bandani qo'lidan tutib, Rayyon deb atalmish alohida eshikdan jannatga olib kiradi. Ro'zador insonlar kunduzlarini ro'za tutib o'tkazishlari bilan birga muborak Ramazon oyining kechalarini bedorlik bilan, ibodat bilan o'tkazdilar. Tarovih namozlarini, qo'shimcha nafl namozlarini o'qidilar. Tilovati Qur'onni ko'paytirdilar. Ana o'sha bedorlik, tarovih namozlarida qilingan xatmi Qur'on, o'qilgan tilovati Qur'onlar hammasi bu dunyo va oxiratning baxtiga, saodatiga sababchi bo'ladi. Bu dunyoda ana o'sha qilgan ibodatni barakoti insonni o'ziga, oilasiga, jamiyatiga urib turadi. Qur'on barakati, bedorlik ibodati barakati doimo o'zini ko'rsatib turadi. Qiyomatda esa Qur'oni Karim ham xuddi ro'zaga o'xshab o'zini o'quvchisiga shafoatchilik qiladi. Allohning huzurida Robbim, bu bandang mani tilovat qilgan edi. Tilovat qilaman deb uyqudan qolgan edi, bedor bo'lgan edi, avora bo'lgan edi. Men guvohlik beraman, bu bandangni gunohidan kechirgin, jannatga kiritgin, deydi. Ana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni shafoatini qabul qilib, mazkur bandani gunohini kechiradi, jannatga kiritishga amr qiladi va Qur'oni Karim uni qo'lidan yetaklab jannatga kiritadi. Shu bilan birga mo'min musulmonlar ro'za tutaroq, bedor bo'laroq, qilgan ibodatlari, faoliyatlari asnosida Ramazoni sharifni barakotidan foydalanib, ajr, savob umidida ko'plab xayr ehsonlarni qildilar. Puldor insonlar zakot ibodatlarini ham aynan shu Ramazoni sharifni barakotidan umidvor bo'lib, mana shu mavsumga to'g'riladilar. Beva bechoralar, imkonlari oz bo'lgan oilalar, shaxslar Ramazonni barakotidan ko'pgina, demak, iqtisodiy, moliyaviy foydalarni ham topdilar. Nihoyatda go'zal bir holat yuzaga keldi. Mo'min musulmonlar orasida mehr, muhabbat, oqibat rishtalari rivojlandi, mustahkamlandi, yaxshilandi. Imkoni borlar imkoni ozlardan xabar oldi, mehr ko'rsatdi, shafqat ko'rsatdi, yordam berdi. Mana shularning hammasi musulmon ummatining birligi, hamdardligi, o'zaro hamkorligi kabi muhim omillarga turtki bo'ldi, quvvat bo'ldi, kuch bo'ldi. Shu bilan birga alhamdulillah Ramazon oyining qulay fursatidan foydalanib, ma'rifiy dinimiz ta'limotlarini tarqatish bo'yicha suhbatlar, turli uchrashuvlar, ma'ruzalar ham xalqqa, elga, yurtga inshaalloh katta bir manfaat keltiradigan darajaga chiqdi. Chunki ma'rifiy narsalar,
dinimizni o'rganish ma'nosidagi harakatlar, bilimimizni ziyoda bo'lishi albatta hammamizning katta baxtimiz, xayrimiz, barakamizdir. Mana shu hammasi Allohning ne'mati bo'lgan narsalar uchun Allohga qancha hamd aytsak, sano aytsak, shukr qilsak, shuncha oz. Mana bu mavsum ko'zlangandek bo'lib o'tib, Allohning yordamida, Allohning osonlashtirishda juda katta manfaatlarga ega bo'lishimizga nasib etdi. Mana endi Ramazoni muborakni tugashi munosabati bilan, nihoyasiga yetishi bilan, ro'zachilikdan og'zi ochiqlikka chiqish munosabati bilan Allohning dinida joriy qilingan ikki buyuk bayramni biri Ramazon bayramini nishonlashga o'tmoqdamiz. Alloh taolo bu bayramni hammamiz uchun muborak qilsin, xayrli qilsin va buni ham shariatda ko'rsatilganidek ko'tarinki ruhda, ibodatda, shukurda, bir-birimizga yaxshilik qilishda, ezgulik, xayr barakada bardavom bo'lish ila o'tkazishimizni nasib qilsin. Bunga o'xshash kunlarni, bayramlarni boshimizga barakali o'laroq qayta kelishini va biz o'sha bayramlarga erishib baxtimiz, saodatimiz ziyoda bo'lishini Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'minlagan bo'lsin. Alloh bayramni butun dunyoga, butun musulmonlar olamiga, xususan bizi vatanimizdagi mo'min musulmonlarga, hammamizga barakotli qilsin, xayrotli qilsin, ajr savobini ko'paytirsin, doimo qayta bayramlarga erishishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Yana bir bor siz azizlarning barchalaringizni muborak Ramazon bayrami bilan qutlayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik, xususan iymon salomatligi, e'tiqod musaffoligi, ibodat samaradorligi, Alloh taoloning roziligini topib, u zotga qurbat hosil qilish, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga sazovor bo'lishni Alloh taolodan so'rab barcha uchun duolar qilib qolaman. Yana bir bor barchangizni bu ulug' bayram bilan qutlayman. Alloh taolo bu bayramni hammamiz uchun yaxshilik, ezgulik, xayr, baraka, o'zining roziligini topish mavsumi qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.